Assalamu alaikum qadrdon ota-onalar. Ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyasi va Şinjan Xuy madaniyat tarqitish chekish shirkati bilan Şinjan izgilik kino televiziya e'lon chekish shirkati birlikda ishlagan Şinjan aziz xalqaro savdo chekish shirkati xos qo'llagan aziz bovoq aql bag'ishli programmasi. Men Ablajon Avut Ayub. Men Sumrat Abduqodir. Yerimlik bu yoq bo'lsa aql bag'ishli programmamizning qutqunchiqi Toshqancha. Xushgeldiniz Toshqancha. Qadrli ko'rman do'stlar, aziz buvoq aql bag'ishli programmamiz jamiyatimizga 4 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan kichik do'stlar ota-onalar bilan birlikda qatnashgan program bo'lib, bolalarning sog'lom o'sib yetilishi asos qilingan ko'ngil yechish, zehn sinash, musobaqa va shohlar oila hamkorligi o'zaro birlashgan bolalar programmasi. Biz programmamizda har vaqt kichik do'stlarimiz uchun eng yaxshi so'rni hazırlab beramiz. To'g'ri, programmamiz har vaqt sevimli kichik do'stlarimizni va ota-onalarni qizg'in qarshiladi ishkimizlar uchun har vaqt ochiq. Qarshi olamiz. Xo'sh, Ablajon, undaqda bugungi tunji saytimizni boshlaytamdi. Bo'ldi. Bizning birinchi saytimiz bo'lsa, biz keldik. Undaqda oldi bilan saytimizga chiqilgani bo'lsa, bizningki Seyirlar oilamiz. Qani, marhamat. Marhamat. Qarshi olamiz. Assalomu alaykum. Shundoq kelishga yigitim buni ko'rib qoldim men. Shundoq, ummaq yigit qarshi olamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bizga bir salmoningizni yo'laysiz. Assalomu alaykum kichik do'stlar. Ismingiz? Xayrullah. Valiyullah. 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 Undaqda binosiga aylazalarini sunishtirib qo'ying. Abashning ismi nima? Dadangizning ismi-chi? Yaxshi. Undaqda bugun bizning programmamizga qanday san'at umri keldingiz? Naqsha. Naqsha aytibsiz? Xinjiang Yaxshi. 新疆花呀，呜呼大家新疆花，我们唱歌，我们跳舞，呜呼大家新疆花。 Wow. Rahmat.
siz chiqqan vaqtida meni ko'zimga sizdan yasnishingizga tushdi. Ammo kiyimlaringiz, chash bostirlaringiz bak kelishgan, bacharalikkan, tas qoldim sizni uchib qolmish. Menilik mendan kelishgan bu ketmishim deb aytdim. Undaqda, ular yigit ko'zini kimishlar chiroyli yasab qo'ydi. Apam. Obosh yasab qo'ydi. Siz kelishganmi? Ablajotingiz kelishganmi? Ablajotim. Voy rahmat. Qanday xotirjam bo'lgansiz? Sizga xush bo'ldik sizga. Lekin bu shaharimizga mushundoq yaxshi tayyorlik bilan kelganingizdan xush bo'ldik. Mana kalasini taqab, xotirib ketdingiz. Mana yaxshi. Rahmat. Voy sizga rahmat. Undaqda keyingi bosqichlarda sizga texnik yaxshi utuqlar tilaymiz, g'ayrat bilan bo'lamdi. Qadam aramaga chiqib turinglar. Marhamat. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, endi navbatda sahnimizga chiqadigan bo'lsa, Ko'krang oilasi. Qani, marhamat. Marhamat. Qarshi olamiz, xush keldinglar. Marhaba. Marhamat. Assalomu alaykum. Marhamat. Indiga chiroyli qiz bu qo'njaqdak. Ko'pchilik salomot yo'laydi-a? Uyjo, qanday qilay? Alaykum assalom. Ha, chiroyli qiz, ismingizmi? Dilnafis. Undaqda oilangiz bilan tanishtirib qo'ying. Keningizga kimlar? Menga Fatima opa, menga Beshtay dada. Ha, opash bilan dada shundami? Ha, menga Dilnafis. Umma qo'njaqda qizgan-ku bu. Dilnafis, bugun qanday san'atni barab keldingiz? Usul keldingizmi? Naqshmi, usulmi? Naqsha. Bari naqshmi, usulmi? Qarag'onni naqshim aytib usul o'ynab bergan o'xshaydi, ha? Shikilsiz bari o'xshamamdi? Opash naqsh aytib berdi, deydi, naqsh aytib beramsiz? Men naqsh aytib bersiz? Opa meni kuldaydi. Ha, bo'ldi. Undaqda naqshingizni anglaylik. Ha, marhamat. Opam meni aydaydi. Ashvada tomamdo. Ma ashmanda ay bo'sham. Opam yig'lab hammamdo. Ma ashmanda ay bo'sham. Opam yig'lab hammamdo. Degan omma. O'rgatdingiz baka, shu usul debsiz, Dilnafisa. Bek chiroyli o'ynab berdingiz, bek chiroyli o'yib berdingiz. Bu naqshni kim yutib qo'ydi? O'zingiz degandingizmi? O'zingiz degandingizmi? Ha, bek chiroyli o'ynabsizmi? Unda bu naqshni yutib ablajotingiz kelaga yutib qo'yamsiz. Yaxshi. Biroz bizga assalomu alaykum degan beylik qilgan harakatingizni yutib qo'ying, ha? Assalomu Qaytib bering, ha? Opam. Yo'q, naqshni emas. Assalomu alaykum degan harakatingizni qaytib bering, ha? Assalomu alaykum. Ha, ismingiz nima degan qaysi harakatni qildingiz? Qayta. Undaqda keyingi saytlarda g'ayrat qiluvchi yo'q sovg'a deb chiqarishing bo'ladi. Qani, marhamat. Xo'sh, tuanda sahnimizga bizning eng oxirgi guruhimiz Qizil rang oilasini taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Marhamat. Xush keldinglar. Nega chiroyli qiz? Chiroyli qiz, oldin shu ko'pchilikka bir salomingizni beraydi. Undan keyin o'zingizning kimligini, anadagi guruhingizdagi oila a'zolaringizni tunishtirib qo'ying bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz? Eminur. Necha yosh kirdingiz? 4 yoshga. Undaqda oila a'zolaringizni bizga tunishtirib qo'ying. Otamni olunca, opamni Voy rahmat. Yuqorida to'mrab keldingiz. Naqsha. Naqsha. Ha, bu aqlinglarning naqshangizni. Chimlaydi yulduzlar, ko'z qiyshishib o'ziga oladi nozini boylarning o'zicha. Gap qilsang yulduzlar, men do'stlikqa yalandim. Hammaning qashiga mehmon bo'lib barandim. Sana baksam uvaning, sanli
birinin ciki yok. Adaş bulaydı senden, rızkı şitu cipi yok. Rahmat. Rahmat sizga. Nur, bu naqshni sizga kim yutib qo'ydi? Apam. Opangiz yutib qo'ydi. Unda bu naqshni siz chiroyli aytamsiz, opangiz chiroyli aytamdi. Siz chiroyli aytamsiz. Unda qilsa program tugagandan keyin ablajoningiz kerak bu naqshni yutib qo'yamsiz. Ondan keyin siz yutib qo'ygandan keyin biz sizni yaxshi aytilgan bu kelsa qanday qilasiz? O'yish baqadi. Oynaş bakalım. Rahmat chiroyli qiz. Undaqda bizniki keyingi saytlarda g'ayrat qilgan bo'lamdi. Qani marhamat, o'rningiz berib birda ma'lumot turing, ha? Biz keldik sayfimizda Ko'k rang ailesi 5 yıldızga erişti. Kızıl rang ailesi 3 yıldızga erişti. Siyah rang ailesi 2 yıldızga erişti. Undaqda bizniki bu sayfimizda ifodasi alayda yaxshi bo'lgan, ko'rinarlik yaxshi bo'lgan kichik do'stimiz bo'lsa, bizniki Ko'k rang ailesidan Dilnafis. Marhamat Dilnafis. Qancha. Ne qanday qilay? Ha, Dilnafis, sunum shuna chiroyli o'ynab berdingiz, naqshni shuna yaxshi aytib berdingiz, harakatlaringiz undan umaq, o'zingiz texim umaq, sizga sovg'at berishni o'ylashdik bo'ptimi? Yaxshi bo'ptimi o'ylaganimiz? Ha, unda siz sovg'at olamsiz berib. Ha, bering. Uy, qanday qilay? Miklan yana bayatda qo'yamiz. Keldi. Mishaklan. Nafis bu sovg'at sizdan yo'g'on qilib turdi, uyingizga aktalasizmi? Aktamaydiganda qilib tursiz, maktabchi uyga. Yo'q, deb. Men beritaman. Ablajoningizga beramsiz? Bermamsiz akashqa? Yig'lasam qanday qilsiz? Yig'layman men juma, ko'nglim kelsa. Bo'ldi chiroyli. Undaqda Dilnafisning olgan sovg'ati bo'lsa, Shinjon Vallay xalqaro so'chak shirkati ta'minlagan Atlas malika o'zingizga o'xshash chiroyli bir malika debsiz-da, yaxshi ko'ramsiz? Bo'ldi, qani, marhamat. Bo'pti. Ekran ortiga qadrli ko'rgan do'stlar, bizning navbatdagi saytimiz bo'lsa, Chivarg'u saytisi. Biz bu saytimizga Ürümçi Sabah Yıldızı Ballar Baxçısının o'qituvchisi Mehribon Olim taklif qildik. Yaxshimisiz Mehribon Olim? Xo'sh kelibsiz, qolsanmi? Rahmat. Nasal bilan bizga ko'pchilikka qanday bir buyum yasaydiganligimizni tushuntirib qo'yamsiz? Unda bo'lsa, bugun biz bolalar bilan birlikda konvert yasashni o'ylaymiz. Konvert yasaymiz, ya'ni xat soldigan konvert. Kerakli bo'lgani yumshoq rangli qog'oz. Anandan keyin qo'sh tarafli chaplag'och, anandan keyin rangli bo'yoq. Oldi bilan qo'linglardagi qog'ozni ilib, shpulon shaklida qatlaysizlar. Bilaman. Ha. Qasam, ha? Qaramonim qanday qilib shunday qasam, ha? Shpulon shaklida qatlaymiz. Undan keyin to'g'ri, yo'llar to'g'ri. Yana ichib, yana bir tarafini shu shaklda qatlab, chiziq chiqarib olamiz. Endi bir uchini tutib turib, markazga qartib, o'ttirdan yana bir qatlaymiz. Biz kendi qalayda qoldik, hech qanday. Qarab, ne qatlagan. Bison. Yaxshi, endi yana bir tarafini ichiga qartab qatlaymiz. Qarang, men o'xshash qilaman. Qog'ozni ichiga ol. Qatlang. Mehmon. Mahsus qilaman. Endi uchinchi tarafini ichiga qilib qatlaymiz. Qo'limizga qo'sh tarafli chaplag'ochdan ilib. Qasam, bisan, men bisan. Ikki parcha olamiz. Ikki parcha oldik ekan-da. Endi men oldik ekan, qo'limizga aylan. Endi buni osti tarafdagi to'rt burchakning buzungiga chaplaymiz. Ikki tarafga ikkini. Endi suzukisini so'yitaylik. Bilaman, buni men chaplar ekansiz, xato qilibdi. Yana birsi mayga chaplan, ha?
Yaxshi plan. Aytaman. Buni qarangiz olsun. Endi o'ttirda bir sızaqchi paydo bo'lgandi-ku. Az sızaqchini bo'ylab turib, ustiga qatlaymiz. Ustiga qatlab. Saniya. Turib, ustiga qatlaymiz. Endi chiqqan yerni yana bir qaytim qatlasak, konvert endi chiroyli yasadingiz. Endi buning bir narsa qoldi. Qo'linglarga bu yoqni ilib, mana ushbu jek uchi bog'u, shu yerga duglashdan birini sizingizlar. Siz aniqlab. Yo'q, ma'ni eklab qo'yasizlar. Ha, yaxshi, ustiga silamiz. Bisidamiz. Kim bisa? Mayam bisa. Nega? Yaxshi. Endi amalni bilan qarang. Qo'lni qalamingizni bering. Yaxshi. Endi aptekda. Qalamingizni bering. Mishaga, mayga. Yo'q, qo'lingizga tang. Mayga. Balki qilib qo'ygan. Endi buni ichiga hassasroq bo'lganda. Konvert yasab bo'ldi qona. Mayda chiroyli bo'lgan konvertni yasab oldik. Balki ekranatga kichik do'stlarimizmi bu xil konvert yasashni o'rganib oldi deb o'ylayman. Sizga mushlar chiroyli konvert yasashni o'rgatib qo'ygan mehribon muallimga rahmat. Rahmat muallimcha qo'yacakdingiz. Hozirlar bo'layotgan Şinjan televiziya stansiyasi va Şinjan Xuy madaniyat tarixchi chekish shirkati bilan Şinjan izgilik kino televiziya e'lon chekish shirkati birlikda ishlagan Şinjan aziz xalqaro savdo chekish shirkati xos qo'llagan aziz bovoq aql bag'ishchi programmasi. Ekranatga qadrli ko'rman do'stlar, bizning navbatdagi saytimiz bo'lsa, Bastashayli saytisi. Bu saytimizda biz o'xshash fikrlik sanduqimizning ichiga nurg'ulg'an mevchilarni tizratdik. Bizdan kichik do'stimiz bo'lsa, o'zaro musobaqa o'tishdi. Har bir guruhdagi kichik do'stimiz chiqib, 3 tal mevani tutib turib, uning nimaligini bizga deb bersa bo'ladi. Undaqda oldi bilan saytimizga chiqilgani bo'lsa, ko'k rang guruhsidan bilasiz. Marhamat. Qo'lingizda shekilli xalqa bir meva. U nima meva? Shu qo'lingizda bering bizga nima meva? Chanja. Banan, to'g'ri topdingiz. Banan, ha. Endi yana bir mevani tuting. U nima? O'tentiza. Xato bu qoldi. Ikkinchi mevani xato topdingiz. Bu degan nashbut. Qaytadan yana bir ne? U nima? Madentas. Taş. Taşlık Taşlık meyve tapamadığınızda bu diyen maymun şapkılı afsus kullanışlar. Sen ona kız dil nefesinden tapkan meyvesi fakat birini doğru tapaldı bananı. Neşbüsler maymun şapkılını doğru tapamadı. İş vakası yok ki ilk basışlarda gayret kılın ha. Merhamet. Bunda bo'lsa biz tuanda Qizil rang oilasidagi ilm nurning ifodasini ko'rib boqaylik. Ilm nur marhamat. Merhamet ilm nur. Xalqa bir meyve tutun. Bu qaç meyve? Güzel. Doğru buldu, tapınız aflesin. Yana birini tutun. O nima? Chanja. Banan, doğru buldu. Yana bir meyve tutun hamdi. Maymun şapkalı. Oy, doğru buldu. Doğru deyip aldınız. Şimdi meyve doğru deyip aldı ya. Ya Allah. Yaxshi, sizni muboraklaymiz. Bundan keyin tixmi g'ayrat qilmoqchimi? Keyingi saytlarimizda. Bizniki endi Serxan ailesidan Valiyullah, marhamat. Marhamat, Valiyullah. Tutamiyle. Tutkunuz kaç meyve? Güzel. Aflesin, doğru buldu. Yana bir ne? Bu şu? Chanja. Banan, doğru buldu. Yana bir meyve tutandı. Avlikat suyu aldığınızda doğru buldu. Ay yaxshi. Hadi bir meyveni doğru tapaldı ya. Ay yaxshi buldu. Bizniki qizil rang ailemizden
İlnur bilan bizniki Seriq rang ailemizin Valiullarniki natijasi tam bo'lib qolg'achqa, biz İlnur va Valiullarga yana bir qaytam fursat beramiz. Ikkilanlar bir şey ikkilanlar. Hoş geldin hal qilg'uch musobaqamizni taklif qilamiz. Old bilan Valiullarni kelaylik. Bir talla. Unimo, Nashbu, to'g'ri topdik. Endi İlnur. Qo'lingizga kirgizing. Unimo? Olma. İlnurni to'g'ri qildik. Bəslişəyli səhifimizdə Seriq rang ailesi 4 yıldızga erişdi. Qızıl rang ailesi 4 yıldızga erişdi. Kök rang ailesi 2 yıldızga erişdi. Bizning bu sayfimizda İlnur bilan Valiullarning natijasi o'xshash bo'lib qoldi. Ikkilisi bir-biriga aqlliqga. Biroq biz bu sayfimizda ikki do'stimizga sovg'at berishni qaror qildik. Qanundaqda sovg'at rayonimizda o'zinglar yaxshi ko'rgan sovg'at elib chiqinglar. 10 minut vaqt beramiz sizlarga. 10, 9, 8, 7. Bizniki İlnur qiz salgan sovg'at bo'lsa, o'ziga o'xshashlar. Vallahi shirkit ta'minlagan Atlas Malika. Seriq grupidan Valiullarning taalluqi bo'lsa, Shinjong Serikchilar jamiyati MMC sehrgarlik klubining 20 necha xil sehrgarlik asobi qashlangan sehrgarlikni uyg'unish asbobi. Muborak bo'lsin, texnik qarab qilinglarlarni. Qani, marhamat. Ekran oldiga qadrli ko'rman do'stlar, biz o'n navbatgi saytimiz bo'lsa, kim aqlli saytchi? Biz bu saytimizga har qaysi oiladan kichik do'stlarimizni o'zaro musobaqaga tushiramiz. Ularningki aqlni sinaymiz. Ulardan o'xshashlar bir do'stimizdan 3 savol so'raymiz, 3 do'stimizdan jami 9 savol so'raymiz. Dastlabki ikki savolga o'zi javob berdi, keyingi savolga o'zi faqat javob beradigan ahvol ostida ota-onasidan yordam so'rasa bo'ladi. To'g'ri, unda bo'lsa, old bilan savolimizga javob berdig'ini Ko'k rang oilasidan Dilnafis. Marhamat. Birinchi savol. Qarlig'ash qaysi faslda janub tarafdan qaytib keladi? A javob bahor faslida. B javob qish faslida. C javob kuz faslida. Qaysi javob to'g'ri? Janub qo'shdimi? Shu qarlig'ash janub tarafdan qachon qaytib keldi? Bahor faslidami? Qish faslidami? Kuz faslidami? Pashda. Pashda? Qaysi faslda? Bahordami? Qishdami? Kuzdami? Pashda. Pashdada fasli yo'q. Bahor, qish, kuz. Bo'shisidan qaysini tanlaysiz? Bahor. To'g'ri bo'ldi. Muborak bo'lsin. Oxiri to'g'ri javob berdingiz. Jo'ylib bo'lsa to'g'ri javob berdingiz. Qarang, qarlig'ash bahor faslida janub tarafdan qaytib keldi. Chunki qish faslida havo bek sovuq bo'lib ketdi. Havo sovuq bo'lib ketgan chog'da uchar qushlar janub tarafga berib, yozni o'tkazib keldi. Chunki janub tarafda siq emasmi? Qish o'tib, bahor qaytib kelgan chog'da qushlar yana janub tarafdan qaytib keldi. Tushundingizmi? Yaxshi. Bunda bo'lsa, ikkinchi savolimizga diqqat qiling. Yaxshi. Yuqorqi suratda bir kichik do'st bor. Sizga o'xshaydigan o'maq bir kichik do'st ko'rdingizmi? Mo'sh kichik do'st hozir uxlamoqchi. Unda bo'lsa, mo'sh rasmlariki nemiga chiqib uxlaydi yoki nimada uxlaydi? Dilnafis, manimo. Dariza, machu. Asha uy. Uyma bu? Bu yana nima o'bdan qarang-a? Uy? Manimo. Tishang. Tishang manimo. Go'ja. O'tirgan go'ja. O'tirgan jo'za? Yo'q, bu o'tirgan jo'za emas, sen o'bdan qarang, bu yana nimaga o'xshatadi? Manimo mavu? Yostiq. Machu? Yostiq. Mami yostiq, mavu bo'lsa yotqan, shunami yotqan, shuma emasmi? Unda bo'lsa qarang, bu kichik do'st mo'sh rasmdagi nimaga berib uxlaydi? Miya. To'g'ri ko'rding. Qarvat uxlaydi. Yaxshi. Shu savolga diqqat qiling. Chivin minib qo'ygan narsalarni yeyishga bo'lamdi. Bo'lmaydi. Uy, aqlli to'g'ri bo'lding. Muborak bo'lsin. Ikkinchi savol.
Neymiş bulmaydı bilemsiz? Çiğin yalanırken. Çivin qandayken? Uçadığına. Uçuduğun, çivin uçqalı uçudu biz üstüne yemek üstüne koysa yesek bulmanda. Bulmaydı. Yani çivin qandaq? Uçada. Uçudu. Çivin degan polkız emas, çivin degan meyne toşarat, o degan axlat xalarning orasida yuruydi. Shunlashqa çivin bizning yemekligimiz üstüne koysa yesek bulmaydı. Tushundingizmi? Taş ötme. Ha, toshuvchimiz chivinni. O'jan aqlli qiz. Rahmat, bizning 3 savolimizga to'g'ri javob berdingiz. Marhamat. Xo'sh, undaqda tuanda qizil rang guruhidagi ilm nurni sahnimizga taklif qilamiz. Marhamat ilm nur. Birinchi savol. Sazon nerede yaşaydı? A. Uyda. B. To'pi ostida. C. Suvda. Qaysi javob to'g'ri? Sizga endi bir gap beraylik, ha? Sazon nerede yaşaydı? A. Uyda. B. To'pi ostida. C. Suvda. Qaysi javob to'g'ri? To'g'ri javob berdingizlar. Sizga aqlli. Yaxshi. Ikkinchi savolingiz rasm qarab javob bergan savolga. Qani, marhamat. Bu rasmga qarang Elminur. Bu rasmda suratdagi qizchaq nima ish qilyotidi? Astidagi rasmlardan mushu qizning qilayotgan ishiga qaysi narsa mos keladi? Qizchaq suv quyotidi, shundaqmi? Ha, cho'gindagi suv orqali astidagi 3 narsaning qaysiga suv quydi? Yüzge. Ha, to'g'ri bo'ldi. Rahmat. Nega Elminur? Yaxshi yaraydi. Ang oxirgi savolingizga diqqat qiling Elminur. Ang oxirgi savolingizga o'zingiz javob berolmay qolsangiz, ota-onangizdan yordam so'rasangiz bo'ldi, ma'qulmi? Paşa qandaq odamlarni chaqirdi? Yatanma. Yapolmaydigan odamlarni chaqanda, bu savolingiz Qaramay Nura. Bu savolingizni to'g'ri deb qarasangiz mayli, lekin men ota-onamni so'rab kelay desangiz bo'lmayli, bo'lamdi? Qanaqa qilsangiz bu ishni to'g'ri demsiz yoki opangizdan so'rab kelamsiz? to'g'rimi? Rost to'g'rimi? Opangizdan so'ramaysiz. Pushaymon qilmaysiz. Yaxshi, sizning o'zingizga ishonish, o'zingizning fikrni chiqib turish qarshingiz bilan yaxshi. Afsus xato bo'lib qoldi. Hoşçu Elminur, cık talaydigan, cık suyunmaydigan adamlarni chaqirdi. Opаңыз sizni gap olmasangiz posh chaqirdi deb toz qo'rqitdi, ha. Ashtama? Unda emasmi? Bizniki ikki savolimizga to'g'ri javob berdingiz. Qani, marhamat. Xo'sh, endi navbat bizniki Serixlan oilasidan Valiyullah keldi, marhamat. Marhamat. Qaysi faslda kun baldur o'ltirdi? A javob qish fasli. B javob yoz fasli. C javob kuz fasli. Qaysi javob to'g'ri? Fasli. Kuz fasli jazmlashtiramsiz? Qanday vaqtida qaysi faslda odatda ishni qarag'uchi kutadi? Qishdimi, yozdimi, kuzdimi? Yazda. Yozda baldur qarag'uchi hamda? Cevabınız xato bo'lib qoldi Valiyullah. Odatda qishda baldur qarag'uchidu, ya'ni qish faslida kun baldur o'ltirdi. Hech vaqasi yo'q, chikin sol g'ayrat qilib bo'lamdi. Undaqda savolimizga diqqat qiling Valiyullah. Bu savolimizda siz rasmga qarab turib javob berasiz, bo'lamdi? Chunki rasmni yaxshi kuzatib, undan keyin javob bering. Kirpichoqlar meva uzgili badi. Endi o'sha kirpichoqlarning ichida kimning uzgan mevasi ancha? Mana. Manama cevabınız doğru bo'ldi. Manamda meva yo'q. Bittadan meva ekan. Ha, manandachu. Manandachu. Ishqiltal. Mananda 2 tal ekan? 1 tal, 2 tal. 3 tal. Ha, 3 tal meva bor ekan. To'g'ri javob berdingiz. Qaramoningmi? 1 tal, 2 tal bor ekan. Ma'noda 1 tal ham bor ekan. Shunaqmi? Javobingiz to'g'ri bo'ldi, bu yaxshilar. Ana savolimga diqqat qiling. Qushlar ushqanda putini yig'volamdi, yig'volmamdi. Sig'maydi. Shig'mamda. Jazmlashtirasiz yoki opashdan so'rab boqasiz? Sig'maydi. Shig'maydi. Opashdan so'ramamsiz? Rost so'ramaysiz? Rost so'ramaysiz? So'ramsiz, so'ramasiz? Solmiz. Ha?
sormaymiz. Sormaymiz. Ma'qul. Undaqda qushlar osmon ushqoch olib butun yig'ib oldi. Javobaydi ular, javob xato bo'lib qoldi. Oposhlarni so'ragan bo'lsangiz, ular cho'qib to'g'ri javob bergan bo'ladi sizga. Hech vaqasi yo'q. Keyingi bosqichlarda g'ayrat qiling, ha? Qani, marhamat. Kim aqlliq saytimizda ko'k rang oilasi 5 yulduzga erishdi. Qizil rang oilasi 3 yulduzga erishdi. Sariq rang oilasi 2 yulduzga erishdi. Bu saytimizda natijasi ko'rnadik yaxshi bo'lgan do'stimiz bo'lsa, ko'k rang oilasidan bir nafis. Marhamat. Muborak bo'lsin Dilnafis. Endi tuanda sizga biz yana bir qitim mukofot ilish fursati bermoqchimiz. Biz sizga 10 sekund vaqt beramiz. O'sha bizning o'yinchiq tanlov bozorimizga berib, o'zingiz xohlagan o'yinchiqni bir tanlaydigan bo'lamdi. Boshlandi. 10 9 8 7 6 5 Toshqochoq yordam qil, toshqochoq yordam qil. 3 2 1 Voy, arang ketayotgan zaman ko'tarish kerak, ha? Titremay qoldim. Lekin buni shu nurg'ulg'ancha kamfitlar va gap so'g'at bo'lsa, bizniki Shinjon aziz xalqaro suv tekshirishga ta'minlagan aziz buvoq turmush yurishligi muborak bo'lsin. Domla xayrat qiling, ha? Ben ig'irkan toshqochoq siz ko'tarib olib berpasim bo'lamdi. Yo'q, sizga, ha? Toshqochoq ishlamay ekan, menga shunday ekan. Sizning bojim o'g'lina. Ekran oldiga qadrli ko'rman do'stlar, bizning navbatdagi saytimiz bo'lsa, kichik cho'lpon. Unda bo'lsa, bu saytimizda bizga qaysi kichik cho'lponimiz qanday numar elib keldi ekan? Birlikda ko'rib boqaylik. Marhamat.
Ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyasi bilan Şinjan Xuyu Мәдәният tarixi chekish şirkati, shundaqla Şinjan izgil kino televiziya e'lon chekish şirkati birlashib ishlagan Şinjan Aziz xalqaro so'z chekish şirkati xos qo'llagan Aziz Buvoq aql baxti programmasi. Ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stlar, bizning navbatdagi saytimiz bo'lsa, Billa o'ynaylik saytisi. Bu saytimizga kichik do'stlarimiz ota-onasi bilan birlikda qatnashdi. Ablajon shikaylarning qo'limizda mana shunday uzun tayoqcha turdi. Biz bu uzun tayoqchani hozir kichik do'stimiz, apsi, dadasiga beramiz. Ular birlikda bu o'yin o'ynaydi. Bizning o'yinimizning qoidasi bo'lsa, kichik do'stimiz eng oldida mush tayoqchani tutib turdi. Uning keyinda apsi turdi, uning keyinda dadasi turdi. Undan keyin mana shu sol tarafdagi ko'lchakdagi to'plarni o'ng tarafdagi ko'lchakning ichiga tashlaydi. Berilgan vaqt 2 minut. Mana shu 2 minutning ichida qaysi guruhdagi mayirlar eng jiq to'pni mana bu ko'lchakka tashlay olsa, shu guruhga yenggan bo'ladi. Undaqda biz eng oldi bilan biz yana ko'k rang guruhini sahnamizni taklif qilaylik. Marhamat. Tayyorlanib tutdimi? 3, 2, 1 boshlandi. Tez, başlam yaptı nefes. Çakat, tez. Yaxshi yaraydı. Tez qaytkiringlar, çakat. Ha, ishkish to'pni. Yaxshi. Yaxshi bu nefes. Yaxshi shunday. Yaxshi yaraydı. Ha, eng muhimi dadasining kontroli qilib bo'lyapti, ha? Kichik top. Yaxshi bu nefes. Voy yaraydi. Chaqat tez. Yaraydi, yaxshi shigrat. 4-chi to'pga keldik. Vaqt tutdim. Tez. Yaxshi chaqat. Yaraydi. Yaxshi qaytsin chaqat. Ikisi yaxshi yaraydi. 1 minut vaqtlar to'shdi, yana 1 minut vaqtlarda, ha? Yaxshi. Yaxshi yaraydi. Tunafsda. Pambilar qilsin, yaxshi. Pambilar qilsin, yaxshi. Yaxshi. Bu o'yin asosli oppa va dodining kontrol qilib bo'lyapti. Almuhimi dodining kontrol qiladi. Hadi qaytkiram. Voy, bo'ldi, qaytkiram. Ayaq chiqib qopti. Vaqt tutdim. Qaytkiram bo'ldi. Oyoqni sadirib keldi, chaqat. Vaqt tutdim. Vaqtni so'qma. 30 sekund vaqtlar qoldi. 30 sekund yaxshi g'ayrat qilaman. Chaqat. Yaxshi. 20 sekund vaqtlar qoldi. Chaqat yo'llar. Chaqat tushdik. Voy, oyog'i chiqmaydi. 10 sekund vaqtlar qoldi. Yaxshi. 7. Voy, oyog'i chiqadi. Voy, bo'ldi. 3. qoldi. Bizning ko'k rang guruhimizda Dilnafis oyoqlarning chiqib qilishiga qaramay bu musobaqani hozir qilib tugadi, yaraydi Dilnafis. Undaqda bularningki apag'an to'pining soni bo'lsa 7 tal, 2 tal, 3 tal, 4 tal, 5 tal, 6 tal, 7 tal to'pga muborak bo'lsin. Endi navbatda sahnamizga taklif qilgan guruhimiz bo'lsa Qizil rang oilasi. Marhamat. 3, 2, 1 boshlandi. Yaxshi g'ayrat qilinglar. Yaxshi, tez. Yaxshi yaraydi. Yaxshi, bir chaqat. Chaqamoqlar maqsaroslar. Yaxshi, o'tirib, ikkinchi to'p. Ehtiyot qiling. Yaxshi, yaraydi. Yaxshi. Uchinchi to'p. Vaqtni sira tutinglar. Yaxshi. Yaxshi beringlar. Voy, afsus, keyingi to'pni elinglar deb bu hisob emas. Davomliq. G'ayrat. Chaqat. Tushirmasin. Chigirab. Yaxshi.
Çaqamın. Xayrat qilinglar. 1 minut vaqtinglar to'shdi, endi 1 minut vaqtinglar bor. Yaxshi. Sirtonglarni siz sirtonglar. Yaraydi. Ha. Ha. Ha, yaxshi. Xayrat qiling Elnur. Tez chiqir. Yaxshi. Aldirab to'shgan chaqmam oyog'i chiqadi qoldi. Ha. Senin 20 minut vaqtinglar qoldi, 20 minut vaqtinglar qoldi. Yaxshi. Ha. Xayrat qilinglar. Yatta, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Afsus vaqt. Qizil rang oilasining shifosimi shunday yaxshi bo'ldi-ya. Undaqda bularningki to'pining soniga qarab boqaylik. 1 tal, 2 tal, 3 tal, 4 tal, 5 tal, 6 tal, 7 tal. Ko'k rang oilasi bilan o'xshash bo'lib qopti, ha? Undaqda endi siyos rang oilasini ko'rib boqaylik. Marhamat. 3, 2, 1, başlandı. Başlandı. Bakacağım sonra. Tez. Oy çık. Qat. Oy tez geliyorlar. Ha, yaxshi yaraydı. Davamlıq. Ha, yaxshi. Ha. Ha, yaxshi çık. Seriqran ailesi. Yaxshi yaraydı. Ha. Minut ishida to'xtashab bo'ldi ya. So'z bo'g'day tayoqchini. Mush surat bilan masa, natijasi qanaqa turdi? Chaqan bo'linglar. Sizlar faqat 7 dan ortiq to'pni to'shay olsanglar, sizlar mukofot qilibsizlar. Yaxshi, tez. Voy, afsus, yana bir shundalaylar. Ha, yaxshi. Xayrat qilinglar, yaxshi. Voy, afsus, qaytib kelinglar. Oy, hesab emas, qaytib kelinglar. Tez. Chaqan vaqtni cho'qdinglar. Yaxshi yaraydi. Ha? Apla! 1 minut vaqtinglar to'shdi, 1 minut vaqtinglar to'shdi. Tez qilinglar, tez. Aldirmay. Voy! Asosiy tasavvur bo'lmaydi, cho'qim o'zim ish kerak. Bo'lmaydi, qaytib kelinglar, yana birning qo'lni ko'tarilish bo'lmaydi. Ha? Yaxshi g'ayrat qilinglar. Tez. Ha? Voy! Yaxshi do'st bo'lmaydi, qayda qilib qilsanlarni mutaatlimda. Yaxshi, chaqat. Cho'qim qaysi bilan o'ynaylik. Cho'qim yaxshi yaraydi. Drama o'zim oldim. Tez. Ha, yaxshi qilinglar, chaqat. Sen 20 minut vaqtinglar bor, aldirmalar. Ha, yaxshi, tez. Atla. Qaytib kelinglar, chaqat, qaytib. 10 minut vaqtinglar qoldi. Qilinglar, yaxshi. Voy. Afsus, yana sen. 3, 2, 1 vaqtinglar to'shab qoldi. Afsus, vaqt to'shdi. Bizning seriqlar oilasininki to'pi bo'lsa 1 tal, 2 tal, 3 tal, 4 tal, 5 tal. Qadrli ko'rgan do'stlar, bizniki birga o'ynaylik saytimizda ko'k rang oilamiz bilan qizil rang oilamizning natijasi o'xshashlar 7 da 7 bo'lib qolg'achqa biz bularga yana 1 minutlik qo'shilgan musobaqa vaqti beramiz. Oldi bilan ko'k rang guruhi marhamat. 3, 2, 1 boshlandi. Ha, tinimsiz chaqat. Yaxshi yaraydi. Qaytinglar. Tez. Yaxshi chaqat tez. Chigiram, donat chigiram. Ha. Ikkinchisi. Voy, afsus, yana bir mashale. Qaytib olamizda. 30 minut vaqtinglar qoldi. Ha, yaxshi diqqat qiling. Yaraydi, donatsiz, qaytib keling, chaqat. Ham yaqinib ulgurdi. Ha? Ha, yaxshi.
10 sekund vaqtlar qoldi. Bir top tashlash imkoniyati bor vaqtim. Yana bir olamiz. 5 4 3 2 1 vaqt. Vaqt qo'shdi. Bizniki ko'k rang oilamizniki to'pining soni bo'lsa 4 dal to'pga. Endi qizil rang oilasi. Marhamat. 3 2 1 boshlandi. Boshlandi. G'ayrat qilalar. Yaxshi Ilnur. Yaxshi g'ayrat qiling. Tez. Yaxshi. Ikkinchi to'p. Ha, yaxshi. Voy, tez. Qaytib. Ha, şimdi. Hadi başlayın ola. Tavsiye. Ha, yaxshi. 30 sekund vaqtlar qoldi. Nafas tutishim g'ayrat beradi ha. Yaxshi. Jani 10 sekund vaqtlar qoldi. 9 7 6 5 4 3 2 1 vaqt qo'shdi. Bizniki qizil rang ailemizning to'p soni bo'lsa, 1 dal 2 dal yana 4 qo'y. Billa o'ynaylik saytimizda ko'k rang oilasi 5 yulduzga erishdi. Qizil rang oilasi 5 yulduzga erishdi. Sariq rang oilasi 3 yulduzga erishdi. Qadrli ko'rman do'stlar, sizlarni ko'rib turibsizlar, bizniki qo'shilgan vaqtimi bizning ko'k rang oilamiz bilan qizil rang oilamizning natijasi o'xshash bo'lib qoldi. Undaqsa biz ikkala do'stimizga o'xshashni sovg'at beraylik. Qani, Dilnafas Ilnur 8 marhamat. Marhamat. Bizniki Dilnafas Ilnur ikkilanlarning natijasi o'xshash bo'lib qolg'achqa, ikkilanlarga sovg'at berishni qaror qildik. Undaqsa bizniki sovg'at rayonimizga kirib, o'z Alloh yoqtirgan sovg'at ilib chiqinglar. Marhamat. 10 sekund berimizlar tez. 10 9 8 7 6 yaxshi. Voy, yaxshi. Mushu sovg'at ag'ir ha? Yig'la, afra. Ha, yaxshi. Dilnafas bo'lsa, Şinjan Indil kasbiy texnika tarbiyalash maktabi ta'minlagan kichik doktor tez hisoblash usulini Abdu muborak bo'lsin. Bizniki Ilnur bo'lsa, Şinjan Aziz xalqaro so'lchak shirkati ta'minlagan aziz buvoq turmush yurishli va shunaqa nurg'ulg'an sotliq kapitan Abdu muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Aldı bilen Әқил Сәhniси programımıza köpten köp rahmet eytiman. Bugün oğlum Veliullah'ın işbatisi kız yaxşırmay qaldı. Adatda özü bek aqıllık bek şeçenili. Bugün ciddiyleşip qaldı mı qandaq? Bugün tez özü işbatlamay qaldı. Bunun keyin oğlum Veliullah'ın aqli ve jismani jihatlardan texmi yaxshi bo'lsa, yo'l tushishimiz texmi kuch chiqaramiz. Qadrli ko'rman do'stlar, endi saytimiz bo'lsa, haftada bir hikmat. Qiynoqni diqqatinglar, ekranimizda bo'lsin. İki do'st bilan Egiz. Ahmet bilan Samat safarda ketib o'tib, bir ayiqqa uchrab qopdi. Ahmet qo'rqib ketib, Samatni tashlab qo'yib, daraxtga chiqib yuribdi. Samat o'zi yolg'iz bu ayiq tangilanmaydiganligini bilib, o'lgan bo'lib, yerda yetibdi. Chunki u boshqalardan ayiq o'lgan odamni yemaydi deb anglagan ekan. Ayiq kelib, uning burun qulqini purab, yurgini tingshapdi. U tinmay jin yetibdi. Ayiq uni o'lik odam o'xshaydi deb ketib qopdi. Ayiq yiroqlab ketgandan keyin Ahmet daraxtdan sakrab tushibdi.
Ko'rsam iyiq tumshuqini qo'lqildi yiqin apiribdi. O'sang nim dedi? Iyiq menga qiyim xatarga yo'liqqanda do'stini tashlab qo'ydigan odamlar bilan do'st bo'lma deb nasihat qildi. Samat shundaq debla orqag'ima qaramay ketib qoldi. Ekran ortiga qadrli ko'rman do'stlar, Şinjan televiziya stansiya Şinjan qo'yi media tarqatish shirkati shundaqla Şinjan izgil kino televiziya e'lon chekish shirkati birlashib ishlagan Şinjan aziz xalqaro so'zlik shirkati xos qo'llagan aziz buaq aql baxti programmamizning bu sonimi oxirlashish oldida turyapti. Biz programmamizning oxirida barliq kichik do'stlarimizni tabriklaymiz. Saning ishpadonlar shunday yaxshi bo'ldi, lekin shu 3 rang oilaning ichida ishpadasi eng yaxshi bo'lgan do'stimiz bo'lsa, ko'k rang oilasidan Dilnafis Baxtiyor muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Bizning Dilnafisning avtomobilga so'g'itimiz va u bo'lsin Şinjan Husnigul so'chak shirkati ta'minlagan Husnigul qirim buyumlari qabul qiling. Bundan boshqa Dilnafisning dadislig'imiz so'g'itimiz va u bo'lsin Urumchi Guldiyar yemakli zavodi ta'minlagan yurishlik so'g'atliq murabbo qabul qiling. Bundan boshqa yana bizniki umid biz Dilnafisga bo'lsa Şinjan Valay xalqaro so'zlik shirkati ta'minlagan Yesil so'g'at bilim xumar qabul qiling. Bugun Dilnafis Rasulning degandek so'g'atlarni atlab ketgan bo'ldi. Bu yerda so'g'atni eksilmaydigandi. Yaraydi Dilnafis. Undan boshqa bizning bergan so'g'atimiz bo'lsa, aziz buvoq aql baxti programmamizdagi chempion oltin medali qabul qiling. Muborak bo'lsin Dilnafis. Muborak bo'lsin. Yaraydi. Bizdagi Telegram grupimiz, Rashqahlar qizlar grupimizga kichik bo'lsamiz, batimiz shunday yaxshi bo'ldi. Lekin eng muhimi yanala jarayon natija muhim emas shundaqku. Otamizdan birlikda nayt ko'nglik birdamdan o'tkazdik shundami? Bayam zumrat degandek bir saytimizda bizning Valiyollarning ishbasi yaxshi bo'lsa, yana bir saytimizda Dilnafisning, yana bir saytimizda ilmning ishbasi yaxshi bo'ldi. Shu bizning Dilnafisga ochiq va tahdidot qildi. Arqimiz istamaydigidek. Eng muhimi biz nayt xushalik quram, bir xil qizg'in kayfiyat to'lgan bir soat o'tkazdik. Xo'sh, ekranlardagi qadrli ko'rman do'stlar, aziz buaq aql baxti programmamizdagi bu soni vaqt munosabati bilan shu yerda oxirlashdi. Programmamizning tixmi mo'l mazmunli qiziqarli saytillari kelasi aniq programmamizda davomli o'zininglar bo'ldi. Vaqtida kelgaysizlar. Kelak sonda ko'rishamiz. Bo'linglar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.